Bu videoda mustasno so'zlarni ko'rib chiqamiz. Mustasno degani anu qoidalarga to'g'ri kelmaydigan, sal boshqaroq degani. Misol uchun qarang, otani eshit nima degani edi? Inglizchada ayting, otani eshit. Eshit, listen. Ota bo'lsa the dad, to'g'rimi? Listen the dad. Mana shunaqa bo'lmaydi. Bundan oldin sizga bo'ladi dedim. Chunki ingliz tilida bir xil fe'llar bor, ulardan keyin o'zini qotib qolgan predlogi bor. Misol uchun, nimadirni eshit demoqchi bo'lsangiz, listen to bo'ladi. Qaytaring. Listen to. Mana bu t'ni o'qimasdi-ku. Listen to. Nimadirni eshit. Misol uchun, otani eshit demoqchi bo'lsak, listen to the dad deyishimiz kerak. Qaytaring. Listen to the dad. Ya Ibrohim ustoz, listen to the dad say to ga degani edi-yu, predlog o'tgandi. Siz to'g'ri, to alohida kelsa o'zi ga degani. Lekin mana bu listen to birga qotib qolgan. Bular har doim birga keladi. O'lsa ham birga o'ladi. Har doim birga. Bu siz etsiz bo'lmaydi. Listen ishlatdingizmi, sirazi to'sini aytib qo'yishingiz kerak. Keyin nimani eshitganini aytasiz. Listen to, mana ne eshit bo'ldi shu. Ne eshit? Nimani eshit? The dad. Listen to the dad. Bu qotib qolgan. O'shanaqa so'zlar 3-4 ta, shularni yozib qo'ydim. O'shalarni bugun o'rganib yodlab olamiz. Listen to qaytaring ovoz chiqarib. Listen to bilan keladi har doim. To ni ga degan ma'nosi yo'q bu yerda. Hop, men predloglar ma'nosi yo'q. Bu yerda prosta qotib qolgan so'z. Prosta yodlab olasiz buni. Boshqa narsa deb o'ylamang, prosta yodlab olish kerak ekan shu listen to ni deyinda bo'ldi, yodlab oling. Hop. Qaytaring. Listen to, look at, mana look at bilan keladi. Look at, wait for, prosta wait for bilan keladi. Wait o'zini aytsangiz bo'lmaydi. Wait for, pay for. Bu qo'shimcha. Ko'chada demoqchi bo'lsak, in the street deymiz, qaytaring. In the street yoki on the street. Bu qotib qolgan. Xo'p, yodlab olasiz shuni. Ko'chada demoqchisiz, in the street, on the street. At the street bo'lmaydi. Xo'p, in the street qaytaring. In the street, on the street. Bunga qaytamiz. Otani eshit demoqchimiz. Listen to the dad. Ibrohimni eshit qanaqa bo'ladi? Ibrohimni eshiting. Listen to Ibrohim. Endi ustozni eshiting desangiz, ustoz the teacher. Qaytaring, the teacher. Ustozni eshiting qanaqa bo'ladi? Listen to the teacher. Ustozga eshiting, Ibrohimga eshiting bo'lib ketmaydi tarjimasi. Prosta listendan keyin to ni qo'yasiz va salom. Qoida shu. Keyingisi yigitga qara. Yigitga qara. Mana bunaqa qilyotdingiz undan oldin. Qanaqa qilyotdingiz? Qani aytingchi? Look ga to bo'lardi, yigit the guy. Look to the guy deyotdingiz, to'g'rimi? O'sha shunaqa bo'lish kerak o'zi, qoidasi bo'yicha, lekin look at bilan keladi. Mana bu mustasno qoida. Hech qanaqa qoidaga bo'ysunmaydi, prosta yodlab oladigan narsa bu. Look at bilan kelgani uchun look at the guy deymiz. Qaytaring. Look at the guy. Look at the guy. Qaytaring. Look at the guy. Yigitga qara. Otaga qara demoqchi bo'lsangiz, qanaqa bo'ladi? Otaga qara. Look at the dad. Yoki mashinaga qara. Qanaqa bo'ladi? Look at the car. Mashinalarga qara. Qanaqa bo'ladi? Ko'plikda mashinalarga qara. Ayting. Look at cars. Look at cars. Look at bilan keladi. Hop, qoida bu. Buni yodlab olasiz. Endi shofyorni kuting. Shofyorni kuting. Kut nima degan edi? Wait. Shofyor bo'lsa the driver. Mana
Shofyorni kuting demoqchi bo'lsak, wait the driver kutdi. Endi mana bu qoidada wait for bilan keladi dedim har doim. Shuning uchun waitdan keyin forni yozib qo'yamiz. Prosta yozib qo'yasiz. Hech qanday tarjimasi yo'q buni o'zi. Wait for the driver. Qaytaring. Wait for the driver. Shofyorni kutib bo'ldi. Tushundingizmi? Buni shundoq yodlab olamiz. Bo'ldi. Wait for the driver. Keyingisi narsalarga to'langlar. Qanaqa bo'ladi? Ani qoidaga e'tibor bermang deb prosta o'zingiz qiling. To'la nima degani edi? Pay. Narsalarga bo'lsa ga to, narsalar things. Ayting. Pay to things. Dvotudik bundan oldingi videolarda. Endi bu yangi mavzuni o'tganimizdan keyin pay nima bilan kelar ekan? Pay for bilan keladi. Paydan keyin for turish kerak. O'sha nimadir ga to'la degani mana ga to'la. Pay for things. Shuning uchun pay to things emasdi, pay for things. Bo'ldi. Qaytaring. Pay for things. Pay for things. Ya ustoz ga to degani edi-yu, desiz mana. Ga to'la degani o'zi pay for mana. Ga to'la. Nimaga oldingi darsda buni aytmadim? Predlogga o'tishim kerak edi. Oldin predlog nimaligini tushunib olishingiz kerak edi. Keyin bu qo'shib qo'ysam nimaga unaqa deb savol beraverardingiz. Shuning uchun endi o'tyapman. Bu mustasno fe'llar. Nima ekan? Mustasno fe'l. Bularni prosta yodlab olasiz. Misol uchun nimadirni eshitmoqchi bo'lsangiz, eshit. Listen to deb yodlaysiz. Ga qara. Qara. Look at. At bilan keladi. Kut demoqchi bo'lsangiz, wait for. To'la demoqchi bo'lsangiz, pay for. Shunaqa yodlab olasiz. Xo'p? Men buni endi o'zim qo'shib qo'ydim ko'chadani. Men shuni tushuntirmoqchi edim. Endi keyingisi odamlarni eshitma. Yana shu yerdan boshladik. Odamlarni eshitma qanaqa bo'ladi? Ayting, eshitma. Don't listen. Odamlar. Don't listen. Sinf ko'pligiga qarang tez. Don't listen. People. Shunaqa chiqqan bo'lish kerak. Don't listen. Nima qolib ketdi? To. Don't listen to people. Odamlarni eshitma bo'ldi. Ko'rdingizmi? Listen to bilan keladi. Bo'ldi. Ko'chada mashinani kutma. Men mashinani qolib ketibdi. Ko'chada mashinani kutma. Xo'p, kutmani. Wait kut degani wait for bilan kelar ekan. Wait for. Kutma deymiz endi. Qanaqa bo'ladi kutma? Don't wait for. Nimani kutma? Mashinani. Don't wait for the car. Ko'chada. Ko'chada mana qotib qolgan. In the street. In the street. Yoki on the street siz ham to'g'ri. O'qiyman qaytarasiz. Don't wait for the car in the street. Don't wait for the car in the street. Keyingisi yo'lga qaramang. Xo'p, qarang. Bu yerda mana qara, ga qara. Look at qaytaring. Look at. Qara degani bu yerda qaramang deyapti. Qanaqa bo'ladi? Qaramang. Yo'lga qaramang. Ayting. Ayting siz og'iz aka. Ovozni chiqarib don't look at mana ga qaramang deb oldik. Endi yo'l deymiz. Don't look at the way yoki the road. Qaytaring. Don't look at the way. Don't look at the way. Qaytaring yana. Don't look at the way. Ko'rdingiz-a? Ga qaramang. Don't look at yo'l bo'lsa the way. Ko'chada bola bilan gaplashma. Ko'chada bola bilan gaplashma. Gaplashma nima edi? Ayting. Don't talk. Gaplashma. Xohlasangiz bola bilan deng, xohlasangiz ko'chada deng. Qaysi biri farqi yo'q. Don't talk. Bola bilan. With the boy. Ko'chada. In the street. Qaytaring. Don't talk with the boy in the street. Don't talk
with the boy in the street yoki don't speak with the boy in the street yoki joyni o'zgartirsa ham bo'ladi. Don't talk in the street with the boy. This is ham to'g'ri. Asosiysi in the street qaytaring. In the street yoki on the street says bo'ldi. Mana shu ko'chada degan. Bu ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Nimaga demen o'shanga. Hop. Sizga keyingi darsga yodlashga mana shuni ikkita darsda yodlashingiz kerak. Hop, keyingi darsda yodlashingiz shart emas, ikkita darsda yodlab olishingiz kerak. Listen to bilan keladi, look at bilan keladi, wait for bilan, pay for bilan. Endi qarang, bitta joyi bor. Misol uchun prosta qara demoqchi bo'lsangiz, look ga o'zini aytasiz, qara. Endi mashinaga qara demoqchi bo'lsangiz, atni ham aytishingiz kerak bo'ladi. Look at the car. Chunki look at bu ga qara degani dedim-ku. Prosta qara demoqchi bo'lsangiz, gani aytishingiz shart emas. Shunda look ga o'zini aytasiz. Yoki prosta kutinglar demoqchi bo'lsangiz, wait this. Wait. Endi kimnidir kutinglar yoki nimanidir kutinglar demoqchi bo'lsangiz, for ni qo'yishingiz shart. Misol uchun mashinani kutinglar. Wait for the car. For si chiqib qoladi. Wait for the car. Prosta kuting demoqchi bo'lsangiz, oddiy wait this. Wait. Wait. Yoki mana eshitinglar demoqchi bo'lsangiz, listen deysiz. Listen. O'zini aytasiz mana. Listen. Endi ashulani eshitinglar demoqchi bo'lsanglar, listen to ashula. Ashulani bermadim hali so'zini, shuncha aytmayapman. Listen to the ashula. Hop, yoki ota, listen to the dad. Otani eshitinglar. O'shanda nimadirni yoki kimdirni eshiting demoqchi bo'lsangiz, to paydo bo'lib qoladi. Qo'shish shart. Prosta eshiting demoqchi bo'lsangiz, listen this. Listen. Eshit. Hop. Mana shuni yodlab oling, yozib oling, lug'atingizga keyin yodlaysiz. Agar tushunmagan bo'lsangiz, shu videoni bitta boshidan ko'rib oling. Hozir yana mashq qilamiz. 10 sekunddan keyin. Endi yana mashq qilamiz. Men o'zbekchasini o'qiyman, siz buni inglizchasini aytasiz og'zaki. Keyinroq buni hammasini qo'yganimizdan keyin yozma variantida ham yozib beraman. Xo'p, qo'shni bilan yur qanaqa bo'ladi? Qani aytingchi? Qo'shni bilan yur. Ayting. Walk with the neighbor. Walk with the neighbor. Shunaqa bo'lgan bo'lsa, to'g'ri. Militsiyachiga telefon qil. Militsiyachiga telefon qil. Chaqir, telefon qil nima degani edi? Call to the officer. Call to the officer yoki call to the police officer yoki call to the police. U ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Xo'p, hammasi to'g'ri. Ayolga yordam beringlar. Aytingchi? Ayolga yordam beringlar. Yordam ber nima degani edi? Help to the woman. Help to the woman. Ayolga yordam beringlar. Help the woman desiz ham bo'ladi, tuni aytmasdan turib. To the woman desiz ham xato emas. Hop, help to the woman. Ishlarni uyda qiling. Qani ayting. Ishlarni uyda qiling. Fe'ldan boshlaysiz har doim. Buyruq berayotganda biz buyruqni o'tamiz hozir. Ishlarni uyda qiling. Do works in the house. Do works in the house. Qaytaring. Do works in the house. Keyingisi yoki mamlatsiz ham bo'ladi. Do in the house works. Yoki do in home works. Ko'chada bir narsa yeng. Ko'chada bir narsa yeng. Qanaqa bo'ladi? Ko'chada bir narsa yeng. Ayting, og'zaki. Ye. Eat something in the street. Eat something in the street. Yoki eat in the street something siz ham bo'ladi. Asosiysi fe'lni aytish buyruqda. Buyruqni birinchi aytib olasiz fe'lni, keyin qolgan narsalarni xohlaganingizcha aytaverasiz. Xo'p, yoki have something in the street siz ham to'g'ri. Bolakayga qarang. Bolakayga qarang. Mana ga qara, look at bilan bo'lardi. Qani? Bolakayga qarang qanaqa bo'ladi?
Look at the child. Look at the child. Siniq ko'plida berdim-ku, ozgina oldingi videoda. Child, children. O'sha yerda. Bolakay, child. Look at the child. Look at the child. Magazindan narsalar sotib oling. Qanaqa bo'ladi? Magazindan narsalar sotib oling. Ayting. Buy things from the shop. Buy things from the shop. Yoki buy from the shop things. U ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Qishloqqa haydama. Qishloqqa haydama. Hayda deganda tushundingizmi ma'ni? Qishloqqa haydama. Ayting, qanaqa bo'ladi? Don't drive to the village. Don't drive to the village. Maktabga o'rtoqlar bilan bormang. Maktabga o'rtoqlar bilan bormang. Qanaqa bo'ladi? Yoki maktabga o'rtoqlar bilan ketmang. Farqi yo'q. Ayting. Yoki Don't go with friends to the school. Yoki don't go to the school with friends. Bu ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Endi men buni inglizchasini yozaman, siz yana bitta mashq uchun ayting inglizchasini. Qo'shni bilan yurma qanaqa edi? Qo'shni bilan yur. Walk with the neighbor. Militsiyachiga telefon qil. Call to the police deylik. To the officers ham bo'ladi. Ayolga yordam beringlar. Help to the woman. Shu yerda to ni ishlatsangiz ham bo'ladi, ishlatmasangiz ham bo'ladi. Keyinchalik o'taman narsani. Help the woman siz ham bo'ladi. Help to the woman ham to'g'ri. Ishlarni uyda qiling. Do works in the house. Ko'chada bir narsa yeng. Eat something in the street. Qaytaring. Eat something in the street. Mana shu videoda oxirida mana shu yozganlarning inglizchasini qolman-ku, siz ham qaytaring meni ketimdan. Shunda talaffuzingiz sal to'g'rillanadi. Xo'p, sekin-sekin. Bolakayga qarang. Qanaqa bo'ladi? Look at the boy. Magazindan narsalar sotib oling. Qanaqa edi? Buy things from the shop. Qaytaring. Buy things from the shop. Qishloqqa haydama. Qanaqa bo'lardi? Don't drive to the village. Don't drive to the village. Maktabga o'rtoqlar bilan bormang. Don't go to the school with friends. Don't go to the school with friends. Yoki don't go with friends to the school. This is ham bo'ladi. Xo'p. Hozir agar yana bitta mashq qilaman desa, shu videoni bitta boshdan ko'rib oling. Uyga vazifa sizga mana shu mustasno fe'llarni yodlash, in the street, on the street bilan birga, keyin siniq ko'plikni ham yodlash. 30 ta fe'l bilan 30 ta otni ham yodlagan bo'lishingiz kerak keyingi darsga o'tayotganingizda. Iltimos shularni yodlab turib, keyin o'ting. Ibrohim aka, men ingliz tilini noldan faqat gaplash uchun o'rganmoqchiman. Sizda shunga mos kursingiz bormi? Faqat gaplash uchun o'zi o'rgansa bo'ladimi? Anu bir xil grammatika qiyin qoidalarni o'tmasdan, yozib o'tirmasdan o'rgansa bo'ladimi desiz? Meni 3 oylik gaplashish kursim bor. Yaqinda chiqqan. Noldan harfdan boshlab o'rganasiz. To'g'ri o'qish ham bo'ladi. 2-3 darsdan o'sha gapirishni ham o'rganasiz, gapirishni boshlaysiz. Shuning uchun shu kursimni olish uchun shu nomerga Telegram yoki WhatsAppdan gaplashish deb yozing. Bu 30 ta darslik 3 oylik kurs bo'ladi. Gaplashish kursi.
U qanaqa bo'ladi? Tayyor onlayn kursdan o'rganasiz. Kurs olganingizdan keyin sizga sayt bilan parol beramiz. Saytga kirib parol yozsangiz darslar chiqadi va birinchi darsdan ketma-ketida o'rganasiz. Yozib o'tirishingiz shart emas, faqat ko'rib o'rganasiz. To'g'ri o'qish ham bo'ladi aytganimdek. Qanaqa bo'ladi unda yozmasam desangiz, sizga lug'at beraman 20 ta 30 ta, har 3 ta 4 ta darsda. O'shani yodlaysiz va ular bilan mashq qilasiz, gaplashishni o'rganamiz. Gapirishni o'rganganingizdan keyin eng kerakli va muhim bo'lgan inglizcha narsalarni gapira olasiz. Faqat eng kerakli muhimlarini. Hech qanaqa daraja bo'lmaydi, bu noldan. Bu kurs ko'proq kimga mos? Chet elga ketmoqchi bo'lgan yoki chet elda yashaydi, yoki truck driver yoki chet elda ish qiladi, inglizini bilmaydi. Rosa qiynalib ketyapti. Nechidir oydan beri, nechidir yildan beri balki inglizini o'rgana olmayotgandir, o'rgangisi kelib turib, unga o'ziga mos kurs bo'lmayotgandir, chiqmayotgandir. O'shalar uchun mana shu kursimiz mos. Shu kursdan o'rganing va Xudo xohlasa 3 oyda ingliz tilida gapirib ketasiz. Misol uchun men bu yoqqa borishni xohlayman, mana bu narsa sizga kerakmi? Bu sizda bormi? Ha, menda bu bor. Mana shu hamma narsani o'rganasiz. Men ish qilgani ketyapman yoki men 5 kundan keyin kelaman. Men hozir 2 soatdan keyin boraman. Mana shunaqa narsalarni o'rganasiz. Mana shu hamma aytgan narsalarimni shu 3 oylik kurs gaplash kursida o'rganib olasiz. Shuning uchun olg'a 2026-yilda ingliz tilida gapirib keting. Shu bilan bu darsimiz tugadi. Keyingi videoda yana ko'rishamiz. Salomat bo'ling.